Dam olish kuni bepushtlik muammosi bor bo'lgan ayol organizmiga qanaqa ta'sir qilar ekan? Ikkinchisi, demak ayol organizmidagi stress gormoni kortizol miqdori pasayar ekan. Buning natijasida ayolning organizmida o'zini fiziologik jinsiy gormonlar miqdori yaxshilanar ekan va ovulyatsiya, ya'ni follikularning yorilish holati ayollarda tabiiy holda yuzaga kelishi boshlar ekan va tabiiy homilador bo'lish shansi ham yuksalar ekan. Ikkinchisi, bemorda o'zini demak psixoemotsional o'zgarishlar bo'lar ekan dam olgandan keyin, ya'ni o'zini bepushtlik muammosiga aybdorman deb yurish hissi pasayar ekan. Shu bilan birgalikda kayfiyati yaxshilanar ekan. Va nihoyat uchinchisi, bemorda demak bepushtlik muammosi bor bo'lgan bemor ayol anchadan beri, xususan bepushtlik muammosi uzoq yillardan beri bo'layotgan bo'lsa, xo'jayini bilan отношенияsi yaxshilanar ekan va ayniqsa o'zi ayolni o'ziga bog'liq romantiskiy obstanovka agar demak sharoitini yaratib beradigan bo'lsa, albatta xo'jayini bilan отношенияsi yaxshilanar ekan va buning natijasida ma'lum bir bepushtlik muammosini bartaraf qilish uchun birgalikda qadamni tashlash shanslari ham ko'payar ekan. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling va albatta har bir dam olish kunidan unumli foydalaning. Salomat bo'ling.